Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, hozirgi gapirmoqchi bo'lgan mavzum ro'za oyida ro'zani tugab qolganda, ro'za oyida qanaqa shug'ullanish kerak? Qachon mashg'ulotga borish kerak? Ro'za oyida meni tavsiyam va o'zim iftorga 1 soat oldin boshlayman. Ya'ni iftorga 1 soat qoldi, все, 5:20 larda boshlayman. Iftorga yaqin tugatib va og'iz ochaman zalda o'zida. Sababi kuni bo'yi chipala yemaymiz, sana charchagan bo'ladi. Birinchi kuni shug'ullanishimizga kuchimiz yetadi, ikkinchi kuni ham yetadi, uchinchi kuni ham yetadi, lekin to'rtinchi kuni xohish bo'lmay qoladi. Zalga borish xohishi o'lib qoladi. Shu sababdan 1 soat qolgani bor, chunki tana ancha charchaydi zaldan keyin, to'g'rimi? Suv ichish xohlaydi, narsa ichish xohlaydi. Sirazi og'iz ochib yeysiz. Bo'ldi, tana joyiga kelib oladi. Ham keyin esa zalda shug'ullanganda, tosh bilan shug'ullanganda, masalan, o'zi stabilni 25, 30, 35 ishlagan bo'lsangiz, o'shani 30 ni olib 4 ta podxod 12 tadan yetadi. O'zim ham xuddi shuni qilaman. Masalan, men 40, 45, 50, 55, 60 ishlasam, o'shani 50 ni olaman. Bo'ldi, 50 da 12 tadan 4 podxod yetadi. Chunki suvsavlar charchagan bo'ladi, suvsavlar уже suv ichmaganingizga ancha toliqqan bo'lgani sabab travma olish ehtimoli ham katta bo'ladi. Maslahatim manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Salomat bo'ling.